raqs san'atidagi mualliflik huquqiga qanaqa qaraysiz? Qanchalik mualliflik huquqi kerak? Endi hozir bizada asosiy mualliflik huquqi teginda bizada mana masalan Bahor ansamblini raqslarni hamma ijro etdi. Chunki uni ijro etmasdan iloji yo'q edi. Chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar, men baletmeystermanmi? Mani raqsimga qaraganda Mukarram Turunboyev qo'ygan raqslari zo'r. Biz Bahor ansamblida borib ko'ngil taronasini ijro etsak, voy, yaqinda Shodlik ansambli kelib shu raqsni ijro etgan degan gaplarni ham eshitganmiz. Chunki tayyor zo'r raqslar. Uni Bahor ansambli tashkil etilmaganda ijro etishi kerak edi. Chunki bu raqslar o'lishga haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Bu raqslar xalqniki. Endi bizani onamiz Bahor ansamblini kuyinchak rahbari Mukarrama Turunboyeva kechasi uxlamasdan o'sha narsalarni qilib, o'ylab, hali chizib, ko'ylaklarni bilib, Zinayda Kurish bilan ishlab, Sofiya Qaraqash bilan ishlab qilgandan keyin bu Bahor ansamblini merosi deb bilaman men. Faqat akademiya o'quvchilar, xoreografiya bilim yurti o'quvchilari ijro etish kerak. Chunki har bittasi ham Bahor ansambliga ishga kiravermaydi. Ishga kirmagandan keyin u merosni bilishi shart. Bilish kerak. Lekin Bahor tashkil etilgandan keyin ansambllar ko'rsatsin kuchini. O'zi shunaqa raqs yaratsinki, Mukarrampadan qolishmasin. Ana o'shandagina bizada o'sish bo'ladi-ku. Biza tayyor raqsni baletmeysterlik ko'rib qo'yaversa, unda qanaqa o'sish bo'lishi mumkin?